Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi Halal və haramның bayani. Bilginki, halal rızıq tələb qilish hər bir musulmanıға pərizdir. Nurgun cahillar halal qalmadı deb bilcirlaşdı. Onlarca halal narsalardan faqat pak su, höl, quruq ot çöplərlə qalğan. Başqa narsalarni buzuq muamelelər bulğab bolğan emiş. Ular başta mushu tushunchaga kelib olib qarasa, yemek içmeksiz hayot davomlashmaydiganligini bilganda, shubhalik va harom narsalarda bak kengri yo'l tutatdi. Mana bu nodonlik va ilmsizlikdir. Darvaqa Sahihayinda Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam halolmi aniq, harommi aniq, bularning orasida gumonliq narsalar bor degan. Bu nadallarning davolari ham xalqqa, ham dinga ziyonliq bid'atlar bo'lg'ach, halol, harom va shubhalik narsalarni aniq ayirib, bu buzuq davo ustidagi pardalarni ichib tashlash zarur bo'ldi. Biz bularni bir necha qismda tushuntiramiz. Birinchi qism halol rizq talab qilishning fazilati, haromning yomonligi va halol bilan haromning darajalari. Alloh taolo: "Ey payg'ambarlar, halal narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amallaringlarni obdan bilaman" deyish orqali yaxshi amal qilishdan burun halal narsalarni yeyishga buyurdi. Shundaqla haromning yomonligini bayon qilib, bir-biringlarning mollarini nohaq yevalmanglar dedi. Bu haqda boshqa oyatlarmi bor? Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiludiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey xaloyiq, Allah pakdir, pakdan boshqasini qabul qilmaydi. Ulug' Allah payg'ambarlarga: "Ey payg'ambarlar, halol narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amallaringlarni obdan bilaman" deb buyurgan narsani mu'minlarga buyurib: "Ey iymon etganlar, biz sizlarni rizqlantirgan narsalarning paklaridan yanglar" degan dedi. Ondan bir kishi butun ishtiyoqi bilan haq yo'lida uzun safarga chiqadi va chochlari cho'q, chang-tuzan bosgan holda qo'llarini osmonga ko'tarib, "Ey egam, ey Robbim" deb yalvardi. Halbuki uning jigini haram, ishkini haram, kiygini haram, qisqasi tutgan turug'ini haram tursa, bundaq kishining duosi qandoq ijobat bo'lg'ay dedi. Bu haqda buningdan boshqa hadislarmi bor. Rivoyat qilindiki, Said radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan duolarining ijobat bo'lishi uchun nima qilish kerakligini so'ragan edi. U zot: "Tamoqingni poklig'inki, duoying ijobat bo'lg'ay" dedi. Salaflar tapovatining haloldan bo'lishiga bek diqqat qiladi va tekshirib turadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu shubhalik bir narsani yepsilib, uni qusvatgan. Halol va haromning darajalari. Bilginki, halalning hammasi pok, lekin ba'zisidan bekerak pokdir. Haromning hammasi yomon, lekin haromning ba'zisidan bekerak yomondir. Masalan, tiyiblar har qanday tatliq narsani tabiiyda issiq davirdi. Halbuki tibobatda issiq 4 darajaga ayriladi. Haromga kelsak, noto'g'ri savdo to'xtim bilan ilvilingan mal harom. Lekin o mecburi bulab ilvilingan malning darajasida haram emas. Mecburi bulab ilvilingan mal bekerek haram. Chunki jabran bulab ilvilish boshqalarga aziyat berganlik va malga erishishda shariat yo'lini tark etganlikdir. Lekin noto'g'ri savdo to'xtami orqali boshqalarning milini ilvilish faqat ibodat yo'lini tark etganlikdir. Shunga bulanchilik bilan ilvilingan malning haromlik darajasi noto'g'ri savdo to'xtami bilan ilvilingan harom maldan yuqoriroqdir. Shuningdek namratdan, salih kishidan yoki yetimdan zulm qilib ilvilingan mal, kuchlikdan, boydan yoki fasiqdan zo'rlik bilan ilvilingan malga qaraganda bekerak harom. Taqvodorlikning darajalari. 4 daraja taqvodorlik bordir. Birinchi daraja: fatvo bilan muqimdalgan barliq haromlardan yuz o'rish. Buningga misol keltirish hojatsiz. İkinci daraja saqlanish vojib bo'lmagan har qanday shubhadan yiroq turish mustahab. Darvaqa Rasululloh seni dargumon qilgan ishni qo'yib, begumon ishni qilgin degan. Bu haqda shubhalar qismida tafsili to'xtalamiz. 3. daraja
haromga tushib qilishdan qo'rqib, ba'zi halollardan voz kechish. 4-chi daraja. Allah uchun bo'lmagan har qanday narsadan yeri turish. Bu siddiqlarning taqvosidir. Buning misoli buni rivoyatda kelgan. Yahya ibn Yahya Nishapuri, Allah'ның rahmeti onunğa bo'lsin, doğru içdi. Ayoli onunğa. Hoylada azroq minib bergan bo'lsangiz, doğru tezroq ta'sir qiladi, dedi. O, men bundaq mingish haqida sunnat borligini bilmaydi ekanman. Halbuki men 30 yildan beri nafsimdan hisob ilyapman, dedi. Demak, Nishapuri rahimahullah har qanday bir diniy muddaosiz hoylada minib yurishni xohlamadi. Mana bu taqvolikning nozik taraflaridandir. Əməliyyatda taqvodorlikning tuvan va yuqori cheklari bor bo'lib, bu ikkisining orasida ehtiyot darajalari bor. İnsan nafsiga qancha qattiq muomala qilsa, yuki shuncha yengil bo'ladi va sirat ko'rigidan shuncha tez o'tadi. Kishining o'tkazgan gunoh va harom qilmishlariga yarasha jahannamdagi darajasi o'zgargandek, taqvolik darajasiga yarasha jannatdagi maqomi o'zgaradi. Shunga xohlasang qattiq ehtiyot qil, xohlasang sal qara. Ehtiyotchanliging o'z paydangga, sal qarashing ziyningga. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024 yılı 1. nəşri 1. qatım basilishi İstanbul. Nəşr huquqi Sajiya İslam tədqiqat mərkəziga təvə. Hər qandaq o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqatishiga ruxsat qilinmaydi.